Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlarga Abduqodir Husanov haqida ko'pchilik bilmaydigan 10 ta sirli faktlarni aytib beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Like va obuna bosishni esdan chiqarmang va kommentariyada keyingi qaysi futbolchi haqida sirli faktlar qilishni yozib qoldiring. Biz boshladik. Yoshligida mashg'ulotlardan keyin ham o'zi mustaqil ishlagan. Abduqodir Bunyodkor akademiyasida bo'lganida, mashg'ulot tugagandan keyin ham murabbiylar ketgach, u stadion chetida bir o'zi qolib, qo'shimcha yugurish va tezlik mashqlarini qilgan. Ko'pchilik uni o'ta mehnatkash bola deb eslaydi. Unga himoyachi bo'lasan degan qaror tasodifan chiqqan. Aslida Abduqodir Husanov bolaligida hujumchi bo'lishni xohlagan. Hatto bir necha yil gol urishga o'rgangan. Lekin bir kuni murabbiy uni tajriba sifatida himoyaga qo'ydi va u o'sha kuni shunchalik yaxshi o'ynadiki, shu kundan boshlab u himoyachi bo'lib qoldi. Belarusga ketish qarori oilada uzoq muhokama bo'lgan. Uning Belarusga borishi oddiy qaror bo'lmagan. Sharoit, iqlim, til, pul hammasi qiyin edi, lekin u men borib isbotlayman degan qat'iy gapidan keyin oilasi unga ruxsat bergan. Energetik BGUdagi birinchi yilida sovuq sharoitda mashq qilgan. Belarusning qattiq qishi unga eng katta sinov bo'lgan. -20 daraja sovuqda mashg'ulotlarga borishga majbur bo'lgan. Hatto ba'zan qo'llari uvishib, to'pni his qilmaydigan kunlari ham bo'lgan. Lekin u hech qachon mashg'ulotni qoldirmagan. Lens skautlari uni rejalashtirilmagan holda topgan. Skautlar aslida boshqa futbolchini kuzatish uchun kelishgan edi, lekin o'yinda Abduqodirning to'p olib qo'yishdagi aniqligi va himoyadagi o'qdek tez harakatlari ularni shunchalik hayratlantirdiki, ular shu zahoti Husanovning ma'lumotlarini yig'ishni boshlagan. Fransiyadagi hayoti boshlashida juda kam gapirgan. U Fransiyada borganida fransuz tilini bilmas va ingliz tilini ham kuchsiz edi. Shu sababli o'yinchilar uni boshida juda sokin yigit deb o'ylashgan. Lekin vaqt o'tib, u tilni o'rganib, jamoa ichida hurmat topdi. Gvardiola uni o'z qo'li bilan tahlil qilgan. Manchester City uni sotib olishdan oldin Gvardiola shaxsan o'tirib, uning bir nechta o'yinini takror-takror tomosha qilgan. Pep ayniqsa Husanovning to'g'ri pozitsiya tanlash qobiliyatini yuqori baholagan. Bu yosh futbolchilar orasida kam uchraydigan fazilat. Cityga kelganining birinchi haftasidayoq murabbiylar uni maqtashgan. Klub uni dastlab yoshlar jamoasiga qo'shmoqchi bo'lgan, lekin mashg'ulotlarning atigi bir hafta ichida uning kuchli chidamliligi va pressingi shunchalik ajralib turganki, uni birdan katta jamoaga olib chiqishgan. O'zini himoyalash stilini ikki futbolchidan o'rgangan. Uning aytishicha, u bolaligidan Van Dijkning kuchli pozitsiya tanlashini o'rgangan. Sergio Ramosdan esa agressiv pressing va oxirgi daqiqalarda bloklarni o'zlashtirgan. U ikkalasi aralashmasi meniki deb aytadi. O'yin oldidan qiladigan maxfiy odati bor. Har bir o'yin oldidan u chiroqlar o'chirilgan xonada 2 daqiqa yolg'iz qoladi. O'zi aytishicha, bu uning jimlik rituali bo'lib, o'yinga to'liq kirish va asabiyni tushirish uchun qiladigan shaxsiy odati. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda kim haqida fakt tuzishni yozib qoldiring. Hammaga xayr!